man bugun kelib bugun karamdan dimlama qilib bermoqchiman bularga. Ham sabzavotlarni yuvib tozalab olganman. Mana bir dona yangi karam. Go'shtimiz ozroq bor ekan. Mana shuni solamiz. Hozir hamma sabzavotlarni chiroyli qilib to'g'rab chiqaman. Menga qara. Endi go'shtimizni ham ozroq maydalaymiz. Mana endi yangi karamimizni qatlardan ustiga qavatini olib qolgan joyini ishlatamiz. Olib tashladim. Unaqa mayda qilmayman mana. Mana karamlarimizni ham to'g'rab oldim. Endi hammasini birin-ketin qozonga joylashtiraman. Mana qizlar, qozonda ozroqgina yog'imiz bor. Go'shtimizni birinchi tagidan qo'yamiz. Endi kartoshkani solamiz. Kartoshkani men qovurib olmayman. Shuni o'zini solaman, yumshoqqina bo'lib pishadi. O'g'lovchilar bir marta qizartirib olib, keyin dimlab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bizda bolalar ko'p, kartoshkasini yaxshi ko'radi, shuning uchun ko'proq kartoshka soldim. Endi buni shunday qaratib turay. Orasiga bir qavatga ozroq tuz sepaman. Sabzilarni teraman. Piyoz aralashtirib. Endi karamlarimizni qo'yib chiqaman. Karamlarimizni ham joylashtirib oldim. Piyozlarimizni qo'yib chiqamiz. Yana bir ustidan bir qavat tuz sepib yubordim. Ana. Endi bularni hammasini ustidan ozroq bostirib yuboramiz. Hamma narsasi tuzlari bir-biriga biriqishi uchun. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni olovga qo'yib, olovga qo'yishimdan oldin mana ozroq suv solaman. Suvliroq qilamiz bugun. Bir qosachadek suv solaman. Ko'proq vaqt qaynaydi. Bo'ldi, buni olovga qo'yib, ustini yopib, qaynab chiqqandan keyin gaz pasaytirib dimlab qo'yamiz. Menda sos bor edi, tayyor sos. Shuni ham sovordim. Xo'lovchilar tomat soslaringiz ham bo'ladi. Sos soldim. Mana ovqatimiz ham pishib qoldi. Mana tunlariga yaxshi ko'rinmay qoldi. Yumshoqqina bo'lib pishyapti. Mana hamma idishlarni yuvib, tozalab, choy qo'yadiganlarni ham yuvib, chiroyli qo'ydik. Hamma joylarni.